أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم حرمة القرنداشlar akşamdan beri torlarda meyli Türk tor beketlerde olsun, Uygur tor beketlerde olsun, hatta Arapça tor beketlerde ictimai alaqalışış qoral vasıtalarda Muş İstanbul partlaş yani muşu yeni yıl keçisi İstanbul'daki katliam yani halkını bir günah halkını öldürüş vakalığı çetişlik adam Uygur degan bir haber taqilib İstanbul'daki Uygur qarindaşlar iztiraplı bir kechini o'tkazdi. Alhamdulillah bu vaqaga hamda hech kim bu vaqani bir to'g'ri deb qaramadi Uyg'urlarning ichida. Hem bu Uyg'urning qilganligi yolg'on bo'lib chiqyotdi. Hem de qandali bo'lmasin qarindoshlar, bu vaqaga munosabatlik bir uch tema haqida to'xtalmoqchi. Birinchisi, mayli bu ishni Uyg'ur qilsin, o'zbek qilsin, men hamda bir aqli va musulmon Uyg'ur buni qilmaydi deb qarayman. Kimni qilsin shariat mushunda beguna odamlarni mayli o adamlar haraq ichayotgan yerda bo'lsin, tansi o'ynayotgan yerda bo'lsin, mayli bir kechilar bazmoxonda bo'lsin, shularni o'ltirish bizning dinda durustmi? Mushu yaqin zamonda yashagan Muhammad G'azali deydigan nihoyatda katta bir olim yashagan Misrda. Bu olimdan bir yosh bola shunda deb so'ragan: "Ustoz, men mushu Misrdagi tansxona, mushu haraq ichadigan so'rinlarni bir portlatib o'tay deyman. Men mushu yo'lda shahid bo'lib ketsam mayli" degan vaqtida, "Sen o tansxonani, haraqxonni portlasang, o'lgan odamlar nega bordi desa, do'zaxga bordi desa, kishilarni do'zaxga avatish shaytonning vazifasi. Bizning vazifamiz ashundoq odamlarga chiroyliqcha da'vat qilib jannatga avatish bizning vazifamiz. Ammo do'zaxga avatish shaytonning vazifasi" degan. Demak, shu shaytonlarning quyruqi bo'lgan ba'zi shaytonlar mana bu İstanbul'da nahaq odam o'tadi. To'g'ri, Amerika, İsrailiya, Rus va Xitoy zolimlari nurg'un yerda begunoh xalqlarni, musulmonlarni qirg'in qilyotdi. Ammo sil biz o'zini musulmon deb islomning nomi bilan nahaq adam o'ldirish durustmi? Hargizmi durust emas. Bundaqlar qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolaning oldida shu begunoh to'kilgan qondan chuqum hisob beradi. Bu birinchi deydigan gap. Ikkinchi deydigan gap qarindoshlar. Ba'zilar deyish mumkin. Masalan, hozir xabarlarda atalmış xilofat davlatininki bu masalani biz qildik deb ustiga oldi deb xabar taqaldi. Endi bu xilofatga meni hayron qolaman. Bu xilofat bizning beshimizni yer o'tay deb qoldi. Bizga 65 kufr davlatlar hujum qilyotdi deb. Bu 65 kufr davlati xilofatga hujum qilsa, bular qaytarma hujumni faqat Saudiya bilan Turkiyada qilamdigan deb aqlamayman. Vay bu Rusya, Fransiya, Amerika bu nurg'un davlatlardan nima uchun mushunda bo'lmaydigandi? Faqat musulmon Iran eng yaqin mushu xilofat davlatiga. Mushda Ironda mushundaq voy biz Shia, Rawafiz bilan urushyapmiz degan odamlarga hayron qolaman. Nima uchun shularning Ironda bu odamlar bombardimon qilinmaydi? Nima deb u yerda portlash bo'lmaydi? Nima deb u yerda kechilari chet ellik sayohatchilarga hujum qilinmaydi? Demak, bu masala har bir musulmonningki o'ylab boqadigan masala. Ikkinchisi, ba'zi qarindoshlarimiz mendan so'radi. Hem davomli azbaz so'rab qoladi. E-maillerimga xat yozadi, shu WhatsApp xat yozib, Urdugan tag'utmi yoki Urdugan musulmonmi degandek. Ey qarindoshlar, men sizlarga mush Turkiyada bo'layotgan islomga qilinayotgan barliq suiqasdlarga, Turkiyaga qilinayotgan suiqasdlarga dünya alimleri bu işninki din qilinayotgan suiqasdlar. Hozir torlarni echinglar. Mush İstanbulda bo'lgan portlashga nisbatan dunyodagi dangliq Yusuf Qardavi, Eli Qardavi, nurg'un doktor, professorlarning
tordagi mush munosabatga aloqa yozgan maqolasiga yozgan obraz mush masala qarta o'zining fikri qarab bakman hammasi Turkiyani qasliganlik, islomni qasliganlik, Turkiyani qasliganlik, musulmonlarni qasliganlik deb bir narsa yozadi. Silchi ulashning hammasi ozg'unmidi? Shularning hammasi Turkiyani xato agar Turkiya xato yo'lda mangan bo'lsa, ularning uchun tanqidlaydi. Ma'qul, mendek bir o'quvchining danglar voy bu deganki bilmaydigan narsa danglar. Ey sizlar azbaz arabcha, inglizcha bilsanglar, torlarga kirib qaranglar. Butun dunyo olim o'limalari, haqiqat ustidagi olimlar Turkiyaning keyniga o'tib Ordugan bilan bir septi bo'lib, mushlarni qo'llayotganligi hammamizga ayon. Hatto nim vaqasidama 15 Temmuz vaqasidama Orduganning qo'lligini rost. Demak, bu davlat Turkiya hozir butun musulmonlarning Alloh subhanahu va taolodan qilib qolsa, umidi bir davlat qarindoshlar. Bu 600 yil xilofat surgan 70 million musulmon yashaydigan bir davlat. Shuning uchun bu davlat qilingan har qanday bir suiqasdlik shaytonni xo'sh qildi. Amerika, Yahud, Nasaralarni, Xitoylarni xo'sh qildi bu davlat qilingan hujum. Shuning uchun bu diniy jihatdan butunlay xato. Endi Ordugan tag'atmu degan masala kelsak, qarsak Turkiyada hozir haraq satdigan o'rinlar bor. Zina, fahish bo'lgan o'rinlar bor. Turkiya Qur'on bilan hukm qilmaydi. Unda bo'lgan kun Ordugan kafirmi, tag'atmu degan gap bor. Ey qarindoshlar, sizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotini o'qib qolsanglar, 13 yillik Makka hayotida Rasululloh berib Ka'baning atrofidagi butlarni chiqib baqdimi? Rasululloh Makkada 13 yil yashash jarayonida Xoni Ka'badan 100 metr, 200 metr nerisida payishxona vardı. Payishxonni bilmay qolmasında payishxona ustiga bayroq qadab qo'ydi. O'qinglar kitobni, siratni o'qinglar, payg'ambarning hayotini shu bati. Rasululloh berib payishxonni portlatganmi? Rasululloh berib payishxonni buzganmi shu chaqda? Rasululloh o chaqda unda qilmagan. Nimasi kuch yetmaydi Rasulullohning? Orduganning mu hozir bu davlatning qonun bilan, islom bilan sil degandek boshqarish uchun qo'li, uning uchun nurg'un qonun, nurg'un tuzum, nurg'un sistema, uning kuchkidi qarindoshlar. O qo'ldan kelmasa, ma'lum qo'ldan kelmabdi demay, bu Qur'on bilan hukm qilmay tag'ut desak bo'lamdi. Rasululloh unda bo'lsa Makka jarayonida butlarni chaqmadi. Zinaxo'rlarni chalma-kesak qilmadi. Şunama o'g'irlarning qo'lini kesmedi. Payishxonlarni portlatmadi Rasululloh, urib chapmadi. Qimar jazoni xo'rlarni jazolamadi. Mushning hammasi Rasulullohningki shu shariatni ijro qilmoqlikni ko'ramizmi? Yo'q. Rasululloh shu chaqda qo'ldan kelmaydi, kuchi yetmaydi. Ammo kuchlangandan keyin shariatni ijro qildi. Bu hammamizga bildigan masala. Ammo qolib turib, mushu Turkiyadagi bir musulmon odamlarni Ordugan va uning partiyasidagilar tog'ut bilan, Qur'on bilan hukm qilmaydi deb. Bu faqat aqldan o'tmaydigan ahmaq nadallarning gapi. Shuning uchun qarindoshlarimizning mana bundoq bir aldam xalti gapga tushib, voy Turkiya andoq mandoq desak, biz cho'ng xatolashimiz qarindoshlar. Men dedim, meni gapim nol, meni gapimni amanglar. Agar siz insofli odamlar bo'lsanglar, to'rlarga kirib, hozir men sizlarga deyman. 10 yil burun ustozim Abdulmajid Zindoni. Hammanglar bilsizlar, ham mujohid, ham olim odam. Yani cihat meydanlarına bakan adam. Şu adam ne degan desa, balam Türkiye musulmonlarning birdan bir ümidi eğer İslam dünyasına nusrat gelse Türkiye'den keladi deb ustozimiz bizim mushunda degan qarindoshlar. Hozirmi dunyoda haq suyar olimlarning hammasi mana bu Türkiye'de. 3-chi nuqta bo'lsa qarindoshlar. Biz vatanimizdan zalimlarning zulmidan qochib hijrat qilib bu Türkiye'ye keldik deydi. To'g'ri biz Turkiyaga keldik. Turkiya bizni qo'ynimizni ochdi. Turkiyaga jo pasport bilan keldik, pasport yo'q keldik, misha keldik. Qanday bo'lmasin, shu Xitoyning besimiga bardoshlik berib, shu Xitoyning nurg'un bir Turkiyaga qilgan iqtisodiy, siyosiy besimlik bardoshlik berib, Turkiya hozircha bizga qo'ynimizni echyotdi. Biz Turkiyaga nisbatan qanday qilishimiz kerak qarindoshlar? Sahobalar qanday qilamiz, biz shunday qilamiz, sahobalar qanday qilgan? Salime radiyallahu anhu yani Salime anımız Peygamber sallallahu ayali şundaq deydi. Biz Habeşistan'a hicret qilgan vaqtida Neccashi bizni qo'yniga oldi.
bizga erkinlik berdi. Biz xohlagancha ibodat qildik, xohlagancha ishlarimizni qildik. Bizni ibodatlarimizdan to'smadi. Mushundoq bir yaxshi kitib olsak deydi. Mushunda bir yaxshi kitib olsak, Najjoshini ustidan bir isyon yuz berdi deydi. Ya'ni harbiy isyon yuz berdi deydi. Shuning bilan biz shunda bir g'amga cho'qdikki, unda bir g'am qilib boqmoq deydi. Nima ish qilsa, Najjoshi ketib, uning o'rniga bir podshoh chiqsa, bizlarga mushunda erkinlikni, mushunda diniy erkinlikni beramo, bizni Najjoshi qo'yniga olganda qo'yniga olamo deb ansirab, shunda g'am yeb ketdik. Shundan biz dedik deydi. Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahabelerden yani sahabelerden ey sahabeler, qaysi birsinglar shu urush maydoniga berib, kim g'alaba qildi, kim mag'lub bo'ldi o'qib kelamsizlar desak, Zubayr ibn al-Awwam dedi. U Zubayr al-Awwam hijrat qilganlar ichidagi eng kichik bir bola edi dedi. Men berib kelay dedi. Shundan biz Zubayr al-Awwamga bir tulumni puylab, yalqachilab, maydisiga bog'lab, üst dengizning ostida üstdan o'tkazdik. U berib, urushning Najjoshi yangdimi, yengildimi shuni o'qish uchun berib keldi dedi. Biz şu yerda Najjoshining g'alaba qilish uchun duo qildik dedi qarindoshlar. Najjoshi musulmon emasligi aniq bo'lmagan. Ya'ni ba'zanlar musulmon Najjoshi musulmon bo'lgan deydi, ba'zanlar musulmon bo'lmagan deydi. Lekin ishonchlar aytda musulmon bo'lgan. Lekin u Najjoshining musulmon bo'lgan to'g'riliq hech qanday namoz o'qigan, zakot bergan, haj qilgan to'g'riliq hech qanday bir nima yo'q. Lekin Najjoshi musulmon bo'lgan deb qaraldi. Rasul shu Najjoshining g'alaba qilish uchun biz duo qildik deydi sahobalar. O'ylab boqinglar. Biz Najjoshininki g'alaba qilish uchun duo qildik. Shuning bilan Abdullah Zubayr ibn al-Awwam berib, "Voy Najjoshi urushda g'alaba qildi" debdi. Hayotimizda unda xo'shal bo'lib bo'lmadik, shunda xo'shal bo'lib ketdik dedik. Shuning uchun bizmi mana Tammuz vaqaligida nurg'un Uyg'ur musulmon qarindoshlari Urduganning maydoni tudi. Alhamdulillah bizmi shu maydonda tudik. Mana bu sahabelerning maydoni qarindoshlar. Sen yaxshilik qilgan, qo'ynini ochgan, sen oshvagan, sana bir mishadi yashash, sharoitni yaratib bergan bir odamga yomonlik ko'zi bilan qarab, yeni mishadi yashab turib, "Ey sen qaydoq musulmon?" degim keladi. O'ylab boqinglar. Bu islom dini boshqalar yaxshilik soatda kofir bo'lsin e'tirof qilgan din. Masalan, hammamiz bilamiz, Jubayr ibn al-Mat'am degan kofir Rasulullohga yaxshilik qilgan. Hassan ibn Sabit degan sahabi maş Jubayr ibn Mat'amni Jubayrni donglab maqtab shir yasa Rasululloh shu voy bo'pti degan. Hatto Jubayr ibn Mat'amning qabilasidagilarni islom dinidagilar asirga olgan chaqda agar Mat'amni Jubayr hayot bo'lgan bo'lsa, maş asirlar haqida shafaat qilgan bo'lsa, men shu Mat'amni Jubayr yuzdan shuning yuzdan deb ma asirlarni qo'yatgan bo'lardim deb, ash bir kofir yaxshilik qilsa Rasululloh shuning yaxshiligiga naqadar memnun bo'lganligini bildirgan. Biz çok qarindoshlar. Biz qandaq bir din, qandaq bir kallada yashayotimiz buni hammamiz o'ylashimiz kerak. Mushu kang bizga qo'ynini assa, biz bir millat, bir din, bayrog'imiz, hamma narsamiz o'xshaydigan, bizga qo'ldan kelib yaxshilayotgan bir qavmga, bir hokimiyatga hozir bu tog'utni, bu undaqa mas'ala, masjidga kirib, turk masjidga kirib namoz o'qimaydigan, ular bilan ultimaydigan, uni yaratmaydigan manda galvan musulmonlar paydo bo'lgan qarindoshlar. Lekin bular bak as-salliqlar. Shuning uchun biz insof qilib qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo har qanday bir qarindishimizning mushu Turkiya bilan Turkiya xalq bilan Uyg'ur musulmonlar o'ttirsida bir dushmanlik paydo bo'lib qilishga sababchi bo'lmaydi. Shu yo'ldan shunday bo'lib qolishini Alloh subhanahu va taolo saqlasin qarindoshlar. Hammamiz Alloh bergan aqlni ishlataylik. Agar Turkiyaga birish bo'lsa, birinchi qo'shildig'ini Xitoy, Yahud, Nasara, Majuslar qo'shildi. Buni qilgan odam cho'qim shu Xitoy, Yahud, Majus, Nasaraninki şahmat qarindoshlar. Shularning o'yiniga tushgan bo'ldi. Sen ming dinni da'vo qil, ammo u kallangni ishlatmasang, sen ming shahodatni talab qilib bir ish qilamanda, shahodat talab qilishing Qur'on hadisga uyg'un bo'lmasa, sen udulda o'zaqimangsa. Shuning uchun qarindoshlarimiz, Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lni bizga ko'rsatsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.